Shaxsan o'zim javob beraman. 6 oy men ofisimda kompaniya prezidentining xonasida o'tiradi. Amaliyotning birinchi kuni ish beruvchi kompaniyalarga borishni reja qilgandik. Ertalabdan toza havoda yugurib, tetik bu oldik. Yugurishdan qaytib rasmiy formalarni kiyib, birinchi kompaniya bilan uchrashuvga yo'l oldik. Arxitektura kompaniyasining prezidenti shaxsan bizni kutib olib, kompaniyasi to'g'risida qisqacha ma'lumot berdi. Bu kompaniyaga yaqinda bir nomzodimiz arxitektor bo'lib ishga kirgan edi. Kompaniya prezidentining keyingi gaplari meni qattiq ta'sirlantirdi. Shaxsan o'zim javob beraman. Bu bolani karyerasini muvaffaqiyatli boshlanishi uchun 6 oy men ofisimda kompaniya prezidentining xonasida o'tiradi dedi. Uchrashuv oxirida kompaniya prezidentiga do'ppi sovg'a qilingandi. Bir chiroyli o'zbekka o'xshab qoldi. Keyingi uchrashuv kommunikatsiya tarmoqlarini o'rnatadigan kompaniyada bo'lib o'tdi. Uchrashuvdan keyin hamkorlarimiz talabalarni mehmon qilish uchun sushi yegani olib borishdi. Tushlikdan keyin talabalarimiz Yaponiya qurilish sohasi bilan yaqindan tanishish uchun qurilish obyektiga borishdi. Menimcha butun o'zbekistonlik delegatsiyani yapon xalqiga hurmati yana ham oshdi. Sababi o'zbekistonlik mehmonlar qiynalishmasin deb ofislardan namoz uchun joy ajratib, u yerni tozalab qo'yishdi. Obyektga kirishdan oldin xavfsizlik qoidalari bilan tanishib chiqib, hammamizga bittadan kaska berishdi. Professional quruvchi arxitektorlarga o'xshab kaskalarni kiyib olib, qurilish obyektiga kirib bordik. Talabalarimizning sohasi arxitektura bo'lganligi uchun juda ham ko'p sohaga oid savollar berishdi. Barcha savollarga yapon mutaxassislaridan javob olishdi. Eng asosiysi talabalarimiz kelajakda Yaponiyada o'z sohalari bo'yicha ishlash mumkinligiga ishonch hosil qilishdi. Shu oxirida mezbonlarga esdalik sovg'alari berildi.